Assalomu alaykum, Asrlar hayot kanalimiz kuzatuvchilari. Tabiatimiz 2026-yil 2-may Surxondaryo viloyati Jarqon tumanidan Asrlar hayot kanalimiz uchun video qilyapmiz. Mini kuleyslarimiz. Ularda hozir urug'langan onarlarimiz tugadi. Xudo xolasa 15-may sanasiga urug'lanib qaytish kutilayotgan arlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab imkoniyatga qarab, soniga qarab dastlabki qilib beramiz. Hozir bunda urug'lanib qolsa, xudo xolasa 25 ta 30 ta ari chiqarishimiz mumkin. Xo'p. O'zimiz Surxondaryo viloyati Angor tumaniga arilar berdik. Ona arilar urug'langan 2026-yil arilar berdik. Arlarimiz holati mana shu arlarimizdan xudo xolasa bugun Xorazm viloyati Urganch shahriga 2025-yil mana 2025 ona arlarimizda holati ishlab turibdi, oqartirib asalga ishlab qolgan. Endi biz bunga 2026-yil urug'langan ona ar beramiz. Bu yilga nimaga almashtiryapsiz degan savollar bo'lyapti kommentariyada. Bu yildan keyingi paket chiqargan paytimizga asalarlarimizni eski ona ari ekan, 2025-yil ekan deb endi paket olgandan keyin 1 yil ular ishlashiga to'g'ri keladi. Bizdan paket sotib olgandan keyin asalariga yana yangi ona ari qo'yishi shart emas. O'shuning uchun imkon qadar 2026-yil yangi urug'langan ona arilarni qo'yishni lozim ko'ramiz. 2025-yil arlarimizni sotamiz. Sotyapmiz, уже tugab qoldi va ularning o'rniga mana bunday 2026-yilda urug'langan Karniki Emego zotiga mansub bo'lgan arlarimizni olib beramiz. Mana ular ham sotuvda hozircha bor. Bugun yerimizga 15 ta chiqarsak, kimga kerak bo'lsa ishlab turibdi. Buni bitta video qilsak ham bo'ladi. 2026-yil arlarimiz bulardan ham juda samarali foydalanib bitta mumparda ishlatdik. Ba'zilaridan rasplot oldik. Men oilalar tanlab ko'rsatayotganim yo'q, bir boshdan ko'rsatyapman. Imkon qadar xudo xolasa hamma oilalarimiz shunday bo'lishi kerak. Kimga agar arsi bilan kerak bo'lsa, arsi bilan ham bor. Mana rasplotlari mana oqartirib ishlab qo'ygan. Bu oilaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, karmoy berilmagan hali. Qiyom berilmagan. Mana birinchi rasplot. Mana bu mumparda birinchi olinganda ham rasplot bor, faqat unda ochiq rasplot. Mana bu ikkinchi rasplot. Hozir 2025-yil ona arlarimizda shularga almashtiryapmiz. Narxi 2025lar 65 ming, 70 so'm, 70 ming so'm, 2026-yillar 130-140 ming so'm atrofida. Ona arimizni o'zi mana ichlarigacha, tagigacha, taxtadan taxtagacha mana shu yerlargacha уже polni tuxum qo'yib o'tgan. Aytgandek, ona arisini ko'rsatmabmiz. Ona ari hozir. Ona arisini ham ko'rsatak, shuncha vaqt ketdi endi. Mana onamizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Uzr, endi texnik nosozliklar bo'lib turadi, shunday inson xato qiladi baribir. Mana shunaqa gaplar. Bu yildan keyinga xudo xolasa, agar bu yil kimda kim ulgurmasa, bu yildan keyinga F1 arlar chiqarish maqsadimiz bor. Xudo xolasa joy sharoiti to'g'ri kelsa. Sizlarlarimizda holati yaxshi. Profilaktika sifatida mana ona arimiz 2026-yil Karniki Emego zotiga mansub, mana bo'yalgan, oyoq qo'li chaqqongina bo'lib xizmat qilib yuribdi. Tuxumni qo'yib, mana daladan asal kelyapti. Shundan arlar ishlayapti.
bularni o'sha 4 kun 5 kunda mana shu arilar 6 romga chiqadi. Agar shu turishda tursa ikkita romkadan boyagi tug'iladigan rasplotlar chiqadigan bo'lsa 6 romkaga chiqib ketadi. Bunga joy torligi uchun hozir biz katta oilalarga buni rasplotni olyapmiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, karmushkasi yo'q. Mana yonida ham xuddi o'ziga o'xshagan mana ari turibdi. Gulchanglari to'kilib ketgan ustida mana. Nimalardandir gulchang kelyapti endi daladan, tabiatdan. Mana arining holati. Mana bunisi ham 2026. Bu yerda sharoit yo'q ovqat berishga hozir. Talab ham yo'q. Ba'zi bir kuchli katta semiyalarga beryapmiz. Ozgina. Shunaqa mumparda beryapmiz. Bir xonali yashiklarimiz. Bularni ham ko'rsatishingiz mumkin. Mana 2025-yil Xorazmga ketadi bu ham. Mana oqartirib ishlab turibdi 7 ta romkada. Bularni holati. Buni biz ko'rsatamiz. Buni ham Xorazmga, mana nasl limatga nomeradin qilib yozib qo'yganmiz o'zimiz uchun. Lekin bu ham ketyapti. 7 romka ekan. Rosa romka talab bo'lib turibdi. Endi biz bunga yangi ona ari beramiz. Mana bunaqa ishlab turgan arilar. Etogini ko'rsataman. Arilari kirib chiqib ishlab turibdi. Xo'p. Qilinayotgan ishlar. Kanaga qarshi kurashyapmiz. Profilaktika chirishga kasalligiga qarshi kurashyapmiz. Endi bu yil mana bunaqa dori olib keldim. Kanaga, tropiyaga qarshi profilaktika. Mana 2025-yil arimiz. Bu ham Xorazm ketadi, xudo xolasa. Mana oqartirib asalga ishlab boshlagan. Mana bunisini ham ochib ko'ramiz. Mana shunaqa arilardan jo'natamiz. Mumparda beryapmiz, mana soyaga qo'yib qo'yibmiz. Zakatobga qilib tayyorlab. Hop. Hozir shunaqa ishlar do'stlar. Bitta arimiz tekshirib ko'ramiz. 2026-yil mana menunukleuslarda arilar qanday menunukleusdan olingan ona arimizni qabul qildirish jarayoni eng kuchli oilamizga qo'yilgan. Ba'zilar kuchli oilaga qabul qildirish qiyin deydi. Hozircha arilar o'zini tutishi yaxshi. Birinchi bo'lib qafasni ko'ramiz. Qafasni mana ochib chiqqan, ichidan chiqib ketgan. Endi buni ichini yana bir ochib ko'ramiz. Qafasda yo'q, 100%. Mana shu romni o'zidan olib ko'rib boshlaymiz desak, buni o'qib tashlabdi. Kanalimizda yangilar bo'lsa obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirsalaringiz, bizda ham mehnatimizni ozgina qadrlagan holatda mana shu kanalimizda yurish uchun. Hop. Onarimiz hozircha ko'ringa yo'q. Buni olib turamiz chetga. Arilarimizni tutish o'zini tutishi yaxshi. Boshqa viloyatlardan ham dastlabga qilib bering deb qo'ng'iroqlar qilishyapti. Soniga qarab dastlabga qilib berishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Mana urug'imiz bor. Bu xudo xohlasa ona arimizni qabul qilganligidan dalolat. Mana Xudoga shukr qabul qildi. Mana menunukleusimizdan olingan karnika imiga zotiga mansub bo'lgan arimiz yuribdi. Uje dastlabki tuxumlarini qo'yib boshlagan. Shunaqa do'stlar. Hozircha shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapmiz. 2027-yilga kim qanaqa zotdan boqmoqchi, kardavan zoti qanday, ko'pchilik kardavan so'rayapti. Bizniki bu karnika imik. Shu ishlagani. Kardavan zoti to'g'risida qanday ma'lumotlar, kimlar qanday zot boqqan. Kechada oldin kuni ham ko'rsatdim. Yana maqtanib qo'yaman. Avvalo Xudoyim
ko'z tegmasin. Hammani dehqonchiligiga o'zi baraka bersin Xudoyim. Keyingi yilga qanaqa zotlardan nasl qoldiraylik, nasl olib keltirib, o'sha Germaniyadan F0 arlarimizdan kimga yangi ona arlar kerak bo'lsa, imkoniyatimiz qadar chiqarib dastavka qilib berishga harakat qilamiz. Mana shunaqa do'stlar. Kommentariyada faol bo'linglar. Hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Ishlaringizga omad. Bu 2026-yil mini nukleusimizdan chiqqan ona arimizdi. Aksariyatini o'zimiz uchun qo'ydik. Chunki bizda bu yil birinchi yil mini nukleus bilan ishlash bo'yicha. Oldin faqat 6 xonalik yashikda ishlaganimiz uchun. Bu yildan keyingi xohlasa mini nukleuslarimizni ko'paytirish maqsadimiz bor. Agar shular yaxshi ishlab o'zini ko'rsatsa, asal sezonda hali uni videolarini ham qo'yamiz. 2027-yilga xalqimizda yaxshi naslli ona arilardan mana oxirgi qo'yilgan mufaddasi. Buni asal yaltirab turibdi. 2027-yilga sifatli va zotlik ona arilar bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Albatta kuzatib boringlar. Kimga qanday yordam kerak, qanday videolar qilishimiz kerak bo'lsa, video murojaatga o'zlaringiz izohlaringizni qoldirsalaringiz, kimga kim yoqmaydigan bo'lsa, yoqmadi degan fikr bildirishingiz ham mumkin. Mayli, rahmat. Endi mana bu belgini o'chirib qo'yamiz. Mana 2026-yil mini nukleus degan yozuvimiz turadi. Biz buni doim nazorat qilamiz. Qani, qaysi payt qanaqa ishlaydi? O'shanga qarab pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga ur deydi. Chunki bu yildan keyingi mini nukleusimizdan chiqqan arilarimizni xalqqa yetkazib berish uchun oldin o'zimiz probadan o'tkazgan bo'lishimiz kerak. Mana bular ham mini nukleuslardan olingan arilar. Bu yerda juda ko'p mini nukleusdan chiqqan arilarimiz 30 ga yaqin. Hammasini bu yil nazorat qilamiz, ko'ramiz. Keyin xalqimizga taqdim qilamiz. Agar yaxshi ishlab asalga, gulchanga yaxshi ishlaydigan bo'lsa, keyin tavsiya qilib beramiz. U mini nukleusda umuman zarari yo'q. Tavsiya qilaman, chunki o'zim ham Germaniyadan olib keltirilgan zotim ham, o'sha Karnike Imegoni F1 bolasi ham hammasi mini nukleusdan chiqqan arilar. Shunaqa gaplar. Do'stlar, ishlaringizga omad. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lib, shu yaqin atrofdagi asalarichilar guruhlariga tarqatib qo'ysalaringiz, kanalimizga yurib, muzokaralar, bahslar, bir-birimizga sifatli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni ulashib turamiz degan bittaman. Rahmat.